Bu sertifikatimiz ham mahsulotimizning halol va pokizaligini bildiradi. Bu sertifikat jamoani birga qilgan mehnati. Kompaniyamiz Turkiyaning eng nufuzli va xalqaro miqyosida tan olingan halol tashkilotlardan biri tomonidan rasmiy halol sertifikati bilan taqdirlandi. Ushbu sertifikat bizning mahsulotlarimiz ishlab chiqarish, saqlash va yetkazib berish jarayonlari to'liq islomiy talablarga hamda xalqaro sifat standartlariga mos ekanining isbotidir. Roshmit jamoasi sifat, tozalik va ishonchlilik tamoyillariga sodiq holda iste'molchilarga faqat tekshirilgan, xavfsiz va yuqori standartlardagi go'sht mahsulotlarini yetkazib berishda davom etadi. Bu yutuq bizning mas'uliyatimiz va sizlarga bo'lgan hurmatimizning yana bir dalilidir. Alloh xayrli qilsin, bu Roshmit yutug'i bo'ldi. Roshmit sifat bizning asosiy ustuvorligimiz.